Salom qadrli do'stlar, qadrli muomala kuzatuvchilari. Navbatdagi oshxona mebelimizni video asosida sizlarga ko'rsatamiz. 85 million so'mga tayyorlangan oshxona mebel. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Like va podpiska tugmasini bosishni esdan chiqmasin. Mebelimizga LED sensorli chiroqlardan qo'yib berganmiz. Mexanizmlari полный davolchi mexanizmi ishlaydi. Fasadlari krashini, MDF ranglarini kashmir qilganmiz. Ustiga rassisiy 4 cm stal shinalarni qo'yib berganmiz. 10 yilga garantiyasi bor. Vitskasini bonus sifatida o'rnatib berganmiz. 6 metr joyga joylashgan oshxona mebelimiz. Mo'ykasi ham bonusga qo'yib berganmiz. Bu yerga osmon suv shulkalarini qo'yib berganmiz. Suv silqiganda qo'llariga oqmasligi uchun ajoyib narsa bu. Bu narsani ham bonus sifatida qo'yib berganmiz. O'rtasiga 92 o'yinli o'stiriblarni ham joylashtirib berganmiz. Bu uyimizni polniy mebellarni qilib berganmiz. Bu yoqda shkaflari ham bor. Kiraverishda, mana bu tomondan kiraverishda garderob sifatida foydalaniladi. Erkaklar tomonidan tepasiga ko'ylak, pastiga shimlar qo'yiladi. O'rtasiga mana polkalarni qo'yib berganmiz. Bu tomonga ayollar uchun kiyim yeydigan joylarni ham qilib berganmiz. Tepalariga sezonli stoshlarni ham qo'yiladi. Tepada yana 3 ta mebellarimiz bor. 2 ta bolalar yotoqxonasi, bitta kattalar uchun yotoqxona. Kattalar yotoqxonasidan boshlaymiz. Oyoq taylariga sofalarni berganmiz. Berlariga sezonli stoshlarni qo'yadi. Taylari mexanizmi ochiladi, bemalol foydalansa bo'laveradi. Bo'yanadigan narsalar bularni dizayn asosida tayyorlab berganmiz. Uyda egasi o'zi rasm tashlab berdi. Bu yoniga polniy 3 tali rolli qilib tayyorlab berdik. İşlerden bemalol operator ko'rsatishingiz mumkin. Keyingina bo'lgan bemalol ustozlar sig'adi, kichiklar xalaqit qilib qolmaydi. Bu ham polniy davolchi mexanizmi ishlaydi. O'rtalari kiyim taxlaydigan zona. Bu chekkasiga ayollar kiyim taxlaydigan joylarni tayyorlab berganmiz. Bu tomonda bu yer o'g'il bolalar uchun yotoqxona, 1 kishilik. Kitob taxlaydigan joylari, dars qiladigan stollari bilan bir yoq kelib berganmiz. Bu yerlarga bemalol kitob taxtalarini to'xtatib qo'ysa ham bo'laveradi. Bu yerda yotoqxonasi, buni ham tagiga ko'tariladi, mexanizmlari bor. Bemalol stoshlar, sezonli stoshlarni yerga qo'yib qo'ysa ham bo'laveradi. Bu tomonda endi qizlar yotoqxonasi, 2 kishi uchun mo'ljallangan joy. 2 kishilik stollari bilan bir yoqqa berganmiz. Bu yerga ham xuddi shu bolalar yotoqxonasiga o'xshagan shkaf javonlari, kitob taxlash uchun joylari, dars qiladigan joylarni qilib berganmiz. Hammasini 85 millionga tayyorlab berganmiz. Unga xuddi shunday oshxona mebellari, yotoqxona mebellari kerak bo'ladigan bo'lsa, ekranda ko'rib turgan nomerga aloqaga chiqinglar. O'zbekiston bo'ylab polniy uylarni tayyorlab beraveramiz. Dastlabki uстановkalar xizmatlarimiz mavjud. Narxi arzon qimmatligini kommentariyada fikringizni qoldirib keting. Barchaga rahmat. Obuna tugmasini bosib qo'yish esdan chiqmasin. Bundan qiziqarli videolarni joylab boramiz.